Assalomu alaykum aziz she'rsevar do'stlarim, hurmatli birodarlarim. Sizlarga o'qib beradigan she'rimiz she'riy topishmoq. Ajoyib savollar, ajoyib javoblar. Savol beryapti-da kimdir. Shuni xohlamaysizmi degan savol ekan. Ajoyib savollar o'ylarim. Samoga yetkazar bo'ylarim. Rob bilar vafotiy to'ylarim, qarishga yo'l qo'ymas nima u? Yoshlikka hech to'ymas nima u? Savollar, savollar, javoblar. Bog'lanish savollar, javoblar. Rishtalar dorida savoblar, dorida. Rishtalar dorida savoblar, qarishga yo'l qo'ymas nima u? Yoshlikka hech to'ymas nima u? Dabdurustdan aytish osonmas, haligichi deyish undan-da. Nima qimmat tundan kundan-da, qarishga yo'l qo'ymas nima u? Yoshlikka hech to'ymas nima u? Ko'rsam edi uni bir marta, to'g'ri, undan men ancha katta. Ko'nglim yaqin unga albatta, qarishga yo'l qo'ymas nima u? Yoshlikka hech to'ymas nima u? Pinhon ne'mat barchamizda bor. Olizorlik ne'matning oti. Bo'lmas hech bir odamning yoti. Qarishga yo'l qo'ymas nima u? Yoshlikka hech to'ymas nima u? Narsamas to'yimli, to'ymaymiz. U meni, men uni o'ylaymiz. Xayol goh visolda o'ynaymiz. Qarishga yo'l qo'ymas nima u? Yoshlikka hech to'ymas nima u? Ming asrlik sog'inchmi tushmi u? Saodat ming humo qushmi u? Top-toza bahavo qishmi u? Qarishga yo'l qo'ymas nima u? Yoshlikka hech to'ymas nima u? Ming qaytdi bahor yoz kuzlarim, rang-barang tus oldi so'zlarim. Hanuz chog' yo'lida ko'zlarim, qarishga yo'l qo'ymas nima u? Yoshlikka hech to'ymas nima u? Robbim uni bermasa netardim, hayotga bepisand o'tardim. Qabrimga gullamay ketardim, qarishga yo'l qo'ymas nima u? Yoshlikka hech to'ymas nima u? Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Nima u?